Assalomu alaykum. Muhojiratga Uyg'ur jamoat. Men Amerikada yashayotgan Jur'at Nizomiddin. Tunugun shanba kuni Turkiyadan Setam Turk efendim kelib Amerikada Uyg'ur Amerika birlashmasining zalida bir azroq suhbat o'tkazibdi. Amerikadagi peshqadam da'vogar yo do'stlarni yig'ib. Men uningga borolmay qoldim, ishlab qoldim deb. Şunun bilan shu Setam Turkning shu faoliyatiga kelgan me'morlar bilan o'tkazgan suhbatida azroq paranglar bo'lib, u oqshomni yoqsi, bugunni yoqsi Facebooklarda to'pladi keng taqilib shu to'g'risida nurg'un gap so'zlar, majrolar bo'layotdi. Shuning bilan buni xalqlarning inkoslarga qarab o'zimni bir o'ylaganlarimni deb darhol so'z qoldiryapman. Setam Turkning endi shu vatanga berib kelganlar to'g'risida deyotgan gap so'zlarda ham Setam Turk endi bo'lsa vatanga borgan kelganlarning orasida da'voga aralashmagan, endi ularning shunda shart-sharoitlari bo'lmas bo'lmaydigan holatdagidek bo'lib qolsa, ularni endi borganlarga to'g'ri emas, lekin ularni sen vatanga bording deb ular bilan dushmanlashmayli, muhojiratdagi sepimizni sal kuchlantirish uchun davoni yaxshi olib berishimiz uchun bo'lsa shularni bek ishlab tortib ular bilan dushmanlashmasak, bu dal Xitoyning o'yini, Xitoy bizni shunday qiladi deb shunday deydiga silib urushga silyotdi. Biz Xitoyning undaq dumbuqqa dapchab bermasak, Xitoyning o'yiniga dasab ketmasak deb shunday mazmunda bir gap qilibdi endi. Shuni endin bu topda tarafdan shu Facebookda uning shu gap so'zlarni Setam Turk o'ziliqi naq maydon ko'rinish qilib ekandiq. O hozir uningdan ba'zi allarning gapini julib elib anan keyin nurg'un gap so'zlar bo'layotdi. Men shuni o'ylab, men o'zimning bir ko'z qarashimni deb qo'yay, bir so'zlab qo'yay deb so'zlab o'tiryapman. Endi demisimi shu vatanga borgan kelganlarni, hozir shu ay mushkulat berib kelayotganlarni mayli u qanday sababdan borsin, mayli uning qancha 100% zodi berishga tegishli shart-sharoitlar, bana sabablar bek to'liq bo'lib ketgan taqdirdami, biz vatanga borganlarni, berib kelib yurganlarni, kelayotganlarni qat'iy qabul qilmasligimiz kerak. Mayli biz yolg'iz qolayli, mayli yolg'iz oqimiz adami bo'lmasin, hech kim biz bilan aralashmasin, bizni tashlab etsin, lekin biz maydonimiz ching turib, mush vatanga borganlarga qarshi turmasak, da'voyimiz da'vo bo'lmaydi. Nemish qilamiz biz bu yerda da'vo qilamiz deb. Men o'zim shu gap so'zlarni anglagan yaxshi, xalqning qoldirgan so'zlariga qarab bakib, o'zimning beshimdagi ishlarni o'ylab qoldim. Men ash ikki bolamning opasi 30 yil o'titgan xotinni vatanga ketaman, ota-onamni boqaman, boraman, kelaman degan desam, bormaysa, mening dadam. Mush 4 biz cho'jurdek 4 bolani tashlab qo'yib, o'tirga sakrab chiqib, Xitoyning yig'inlariga berib, dadam muxbirdi, yig'inda o'tirga sakrab chiqib, Xitoyning uchun kelaverdi, kelsi biz kelgusida bozordan, ochliqni bozordan 80 xaltadan aran tepib yeydigan bo'lamiz. Bular yajuj-majuj kelsi bizni qurtib o'tadi. Chegarani taqash kerak deb ochiq shunday gaplarni o'tirib qo'yib, dadam shu chaqda balambati, kalambati, "Ma bolarim yetim qolsa kim boqaman, ko'chada qolsa qanday qilaman" degan narsani dadam o'ylamagan shu chaqda. O'ylamay bizni shunday tashlab qo'yib, inqilobni qilgan, oxir turmada etib hayotidan ayrildi. Ham bu kunlarni o'ylasa odam tugamaydigan, bitmaydigan da'vo bu. Da'vo qachon oqidi? Qachon bu ishlarimiz o'chqidi? Xitoydan qachon qutulamiz deymiz? Hamon qutulamiz. Agar irodamiz mustahkam bo'ldigan ish bo'lsa, hamon qutulamiz. Biz shu vatanga borganlarni bormasan, hozircha bormay turinglar. Hamon bir kun bizga yaxshi kun kelib, bormasang o'lmaysa, ko'migan ota-onasini ko'miganlar jiq. Ko'maymi yashayotdi, sen ko'misang nima bo'pti? Ba'zilarning bana sabablari jiqqa vatanga berib, pulimni al qilma, uylarimni sotma, aqlimni ko'p qilma deb. Ko'chada qoldingmi sen? Hal ahvoling yaxshi-ku. Sen vatanga borsang yaxshi bo'lmaydi. Xitoyning dipi usul o'ynaysa, biz chet elda vatanni alqivat ko'qvatdi, bizni o'ttirvatdi Xitoy deb da'vo qilib yurganlarning ishini poq qilsa, unda qilma deb
shuncha deb tursak, bo'lsa u bağalarning o'zining ular zaten haqiqatan degandek u vatan davosini bilmaydigan, Uyg'ur men deydiganni o'ylamaydigan odamlar. Ularni biz aqlab yurib, ularni biz aramizga ilib, ularni o'ngshab bo'lolmaymiz. Bağalarni qat'iy to'simiz. Agar qat'iy to'smaydi ekanmiz, bizni miki bağalarning to'g'ri basini deydi ekan, bizning yuragimizda bizni mana shunaqa basam bo'lamdi nima, kunlasal yaxshilanib berib qolamdi nima deydigan bir xil o'zimizni bir chigchaqadigan bir yerimiz bor, biz inqilobchi deganimiz bilan o'zimizni. Demak, haqiqiy yuragimizni inqilobni qilib, ya'ni shu mayli Uyg'urdan chiqqan düşmanga qarshi turish, mayli Xitoyga qarshi turish, har jihatda o'zimizning zot irodamizning mustahkam emasligini, shular qarshi zot shu tavranmas irodamizning borlig'ini chandırib qo'yamiz. Shunda borlig'ini irodamizning yo'qligini bildirib qo'ydi degan gap. Bo'libmi davoning beshida yurganlar, bo'libmi Setam Turk efendimdeklar qat'iy ishkilanmaslik, ularni aqlamaslik, ularnikini zodi ular basin biz dushmanni ko'paytmaylik degani 100% xato. Mayli Amerikadagi har qanday da'vogarlar bo'lsin, berib kelayotganlarga, hamda ularga hamda paxal ular axlat. Kunlarning birida ularni biz oqlaymiz, ularni bir jazolaymiz emas. Ularni Alloh egim o'zi jazolaydi, jamiyat jazolaydi, xalq Uyg'ur jazolaydi ularni. Hamon vaqt kelgan chaqda. Lekin o'zimizning mavqeyimiz aniq, irodamiz mustahkam bo'lishi kerak. Mayli davoda, mayli davoning eng beshida yurganlar bo'layli, mayli yashanganlar bo'layli, mayli yoshlar bo'layli. Zodi bu qat'iy, zodi no excuse. Qat'iy buni kechirishga bo'lmaydi. Bağallar qat'iy bası bo'lmaydi. Men shunday qilib xotinimni qo'g'ilib etgan. Basang ba, men da'vo qilaman, men vatanga bormayman deb. Men vatanga boramayman, Xitoy menga bir vizamni bermaydi. Ham men viza talab qilib kirmayman. Tuqqanlarimni ko'gim kelsinmi, men tishimni tishlayman. Dadam qanday qahramonlik ko'rsatgan bo'lsa, garchi men hech qanday ish qilmagan bo'lsammi, hech qanday ish qilolmasammi, men Xitoyga bormagan Amerikada tug'unim. Shu da'vogarlarning sepiga qo'shilib. Garchi ham turmushning halakchiligida, jon beqishning halakchiligida anchibek bir o'tirg'i chiqib buni qilolmagan bilan bu yurakdagi o't degan o'chmaydi. Biz cho'qim da'voda mustahkam, qat'iy iroda bilan turishimiz kerak. Vatanga bag'anlar qat'iy bo'lmaydi. Bag'anlar bizning bir 100% bizning dushmanimiz. Mavqeyimiz aniq bo'lishi kerak. Shuningga mayli davoda har qanday oldida manganlar bo'lsin, biz zot o'zimiz qalbimizda aniq mavqe bo'lsinki, vatanga bag'an, borayimki ya deganlarni tatib hammasi bizning dushmanimiz. Ailemiz vayron bo'lsin. Dadam shuna qilib vayron bo'lib, hayotidan ayrilgan bo'lg'achqa, dadamning tutgan yo'li to'g'ri deb men kelganda, mening bolarim shu yo'lni tutib atadi. Yana turmush deganda bo'ladi bunda ishlar degan. Yana shundaq ideyasi borlar bilan qat'iy bir yerga kelmaymiz. Urushib o'tamaymiz. Ha, shundaqmi deymiz. Yurgimizda shu vatan uchun inqilob qilar ekanmiz, vatanni qat'iy o'ylamaymiz hozircha. Qachon biz Xitoyning qo'lidan vatanni olar ekanmiz? Qachon vatanimiz mustaqil bo'ladi ekan? Shu chaqda boramiz. Biz boramisak, bolalarimiz boradi, navralarimiz boradi. Irodamiz mustahkam bo'lishi kerak. Setam Turk efendimga rahmat, misha kelib Amerika jamoati bilan so'zlashib, davoni qanday olib boramiz, qanday qilsak vatanni qo'lga olamiz, qanday qilsak bu davoni mang'uzimiz degan chiroyli suhbatni qilaman deb kelgan efendim. Bir yig'iz gapni xato qilish bilan hozir bu jamiyatga pul ketib, butun Facebook'larda shu gaplar bo'layotdi. Ko'pchilik rahmat.